Assalomu alaykum hammalarga. Xudo xolasa keyingi zakazlarimiz ham tayyor bo'ldi. Xo'p, bu yerda MDF Korishnoy Svetdan 2 dona ish tayyorlab berganmiz. O'zimiz ustaxonamiz yoniga. Xo'p, borimiz razmeri keladigan bo'lsak, eni 120, bo'yiga 220. Eshigimiz bir xil razmerda, unga chapga qilib zamogir moslab berganmiz. Oynalarni yo'divey gulli qilib solib berganmiz. Rangini akfaga tushadigan qilib Korishnoy Svetda qilib berdik. Hop, kraskalari o'ta tiniq holatda qilindi. Bular ham. Hop, oynalar har doimgidek germetika bilan MDFimiz quruq uzatilmadi. Orqasiga 1 sm reka qatirib, orqa tomonda ustidan MDF qoqilgan shumka ham qilingan. Eshiklarimizga ochiq yopib tarixlanmasligi uchun zamogimiz har doimgidek millioniy sinatli zamog. Hop, asosiy narsalari korobkamiz. Hop, qalinligi 10 sm, bu yog'iga 4,5. MDFimiz o'zi 0,8 qalin 0,8 MDFdan qilingan. Rekalari bilan prislangan holatda eshigimiz qalinligi ham 4,6 4,5 sm ga tayyor bo'ladi. Oshimoshlar 3 tadan 6 ta qo'yilgan har bitta eshikka. Ikki eshigimizga 12 ta oshimosh qo'yilgan. Shpanglet oshimoshlar zamoglarimizda ranglari komplekt holatda bo'ldi. Narxi keladigan bo'lsak, ikki eshigimizning narxi 2 milliondan 4 million so'mga tayyor qilib berganmiz. Shunaqa 220 dan pastiga bez pramol qilinadi. 220 ni tepasiga pramol qilib qilinadi. Bu razmerimiz 220 bo'yi, eni 120. Rahmat, salomat bo'linglar. Xudo xolasa yana keyingi zakazlarimiz ham tayyor bo'ladi. Ularni ham qo'yib boramiz.